Cherry 7 Pro mashinamizni polni mana arqalarini komfort amortizatorlar qo'ydik. Prujinalar qo'yib berdik. Mana bu tomonni ham, bu tomonni ham. Mana o'zidan chiqqan prujinasi slabi bo'ladi. Amortizatorlari o'zidan chiqqan sportivni bo'lgani sababiga jostki bo'ladi orqasi. Trassalarda, yo'llarda odam o'tirganda orqasi tashlaydi mashinani. Endi bu bitta Cherry'da emas, bu Tracker'dan ham bu, Cobalt'dan ham bu GM mashinalarda. Shuning uchun kimda shunaqa problema bo'lsa, hadovoyni yumshoq qildirmoqchi bo'lsa, telefon qilib kelaverasizlar. Cherry, Jitur, BYD Xitoy mashinalariga hadovoylarni yumshoq qilib beramiz. Faqat Chevrolet Daewoo'larga qilmaymiz. Nimaga deganda zapchasti ham yo'q. Bir haftadan 10 kungacha garantisi bu. Bir haftadan 10 kungacha, u ham yamaga qalloqqa tushib, amortizatorlarni qiyshaytirmasa, hech narsa qilmasa, bir hafta 10 kun garantisi bilan qo'yib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.